Bismillahirrahmanirrahim. Usul fiqh darsimizning davomini o'qiymiz. Bugun kitobning rasmiy mazmuniga keldik. Bu kitob bir necha qismga bo'lingan. Birinchi qismi al-ahkamush shar'iyya, shar'iy hukmlar haqida. Va fihi arba'atu abwab. Bu qismda, birinchi qismda 4 bob bor. Birinchi bob hokim, ikkinchi bob shar'iy hukmning haqiqati va uning qismlari. Uchinchi bob bo'lsa al-mahkum alay. Al-mahkum alay u mukallaf. Dördüncü bab al-mahkum fi. Al-mahkum fi degan mukallafning fe'li, ya'ni ish harakatlari, gap so'zlari. Birinchi bab hokim. Hokim, ya'ni hukm chiqaruvchi, hukm qiluvchi Alloh taolodir. Chunki Alloh taolo vallahu yahkumu la muaqqiba li hukmihi degan. Ya'ni Alloh hukm qiladi, Allohning hukmiga qarshi chiquvchi, rad qiluvchi yo'q. Yana Allah Taala shundoq degan, inil hukmu illa lillah. Hukm faqat Alloh xosdir. Hukmning haqqining Alloh xos bo'lishi. Alloh Taolaning o'zidan boshqa mahluqotlarni yaratquchi bo'lganligi va ularni yo'qdan paydo qiluvchi bo'lganligi va Alloh Taala o'zining mahluqotlarini ne'matlari bilan tarbiyalaguchi bo'lganligidan kelib chiqqan. Va Allah Taalaning mahluqotlaridagi har bir shay'i, har bir narsa Allah Taalaning mulki va Allah Taalaning tasarrufoti ostida bo'ladi. Yana buningga ergishadiganini, buningdan kelib chiqadiganini bo'lsa, Allah Taala o'zining mahluqotlarida xuddi xo'jayin, malik o'zining qo'l ilkidagi mulkida qandoq tasarruf qilgan bo'lsa, qandoq bir taraf qilgan bo'lsa, o'zining mulkini shundoq tasarruf qiladi va Allah Taala o'zining mahluqotlarida o'zining mulkida xohlagancha hukm qildi, uningga cheklimi yo'q. Alloh taolo itoatga qarata, ya'ni yaxshi ish qilgan, itoat qilgan kishilarning itoatiga qarata yaxshilik bilan mukofot berdi, mukofotlaydi. Yomonlik qarata bo'lsa, oxiratda jazolaydi yoki dunyoda jazolaydi. Alloh taolo xato ish qilgan xatolashquchilarning gunohini fazl marhamati va ihsoni bilan kechirayotmaganda jazolaydi. Kechirayotgan bo'lsa, jazolamaydi. Aql hokim emas. Aql bilish va farqlantirish quroli, vositasi. Agar aql sap bo'lsa, yaxshi bilan yomonning o'ttirisini biroz farqlantira oladi. Lekin agar aql muayyan bir fe'lda manfaatni taqdir qilgan bo'lsa, ya'ni manfaat bor bu ishda, yaxshilik bor, bu ish yaxshi degan bo'lsa, ammo shariat uningga buyurmagan bo'lsa bu ishqa, bu ish qarta shariat buyurmaganligi uchun oxiratlik savob berilmaydi. Agar u fe'lda ziyon bor degan bo'lsa, aql uningga shariat harom ekanligini buyurmagan bo'lsa, uning oxiratda jazo kelmaydi. Va zalika annal aqla laysa hakiman. Buning sababi aql hokim emas. Savob va jazo, ya'ni oxiratlik savob va jazo faqatla vahiy orqali bilinadi. Shuning uchun oxiratlik savob va jazo payg'ambarlarning vositalari orqali Alloh taolo tarafdan kelgan shariat hukm bilan aloqador bo'ladi. Bu qoidaga Alloh taoloning bunu so'zi bilan dalil keltirishga bo'ladi. Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Ya'ni biz payg'ambar avatmay turib azoblamaymiz. Va yana Alloh taoloning bunu so'z bilan dalil keltirishga bo'ladi. Rusulan mubashshirina va munzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallohi hujjatun ba'da ar-rusul. Xush bisharat berguchi va ogohlantiruvchi payg'ambarlarni Alloh taolo avatdi. İnsanlarga payg'ambarlarni avatgandan keyin Allohning huzurida hujjat bo'lmasligi uchun. Ya'ni ular Parvardigorimiz, sen payg'ambar avatmagashga biz halol haromni to'g'ri xatoni bilmay qopdiq deb bunda da'vo qilmaslik uchun. Va mushu oyatlarga o'xshash boshqa oyatlar aqlning hokim emasligining dalilidir. Bu qoidani to'g'ri tasvirlab beradigan, to'g'ri ifodalab beradigan misollarning qatoridan aroq aslida harom emas edi. Aroq harom bo'lmasa-mu, nurg'ulg'an aqlli kishilar uning ziynini tunib yetgan. Ziyon qilganlik uchun, ziyonlik bo'lganligi uchun ichmagan. Aroqning harom ekanligi haqidagi oyat tushgandan keyin harom qilingan. Ya'ni aroq harom qilinishdan ilgari ichgan kishilar gunohkor bo'lmaydi. Gunohkor bo'lganlar kim desa, aroq harom qilingandan keyin ichgan kishilar gunohkor bo'ladi, jazoga loyiq bo'ladi.
Shuning uchun sahobalar aroqning harom ekanligi haqida aroq harom qilindi deb oyat tushgan vaqtida, aroqning nejis ekanligi shaytonning amalidan ekanligi haqida oyat tushgan vaqtida ular aroq ularning qo'saqlaridagi holatda o'lib ketgan bizning hamrohlarimizning holi qandoq bo'ladi deyishdi. Shuning bilan Alloh taolaning buni oyati nozil bo'ldi. Iymon etganlar, solih amallarni qilganlar yegan narsalarda gunoh yo'q. Agar ular taqvodorlik qilsa, iymon etsa, yaxshi amallarni qilsa, undan yana taqvodorlik qilsa, iymon etsa, yana taqvodorlik qilsa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh taolo muhsinlarni, yaxshi ish qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh aroq harom qilinishdan ilgari aroq ichgan kishilarni muttaqi bo'lganliklari uchun ularni ayblamadi. Gunoh qachon bo'ladi deganda, gunoh bir ish, bir fe'l harom qilingandan keyin shu harom ishni qilganda ondan gunoh bo'ladi. Harom qilinishdan ilgari qilgan bo'lsa, gunoh bo'lmaydi. Shuning uchun barliq vojib ishlarda va harom qilingan ishlarning hammasida shunga o'xshash desangiz bo'ladi. Ya'ni harom ishlar harom qilinishdan ilgari qilgan bo'lsa, gunohkor bo'lmaydi. Harom qilinishdan keyin qilgan bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Farz vojib ishlarni farz qilinishdan ilgari qilmagan bo'lsa, gunohkor bo'lmaydi. Farz qilingandan keyin qilmagan bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hokim emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning ahkomlarini yetkazguchi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zi shariat chiqaruvchi emas. U faqat Allohning hukmlarini yetkazguchi va bayon qilguchi va naql qilguchi. Alloh taolo bu vaqtda shundoq degan: "Aslatgin, sen faqat bir aslatguchi." Yana Alloh taolo shundoq degan: "Biz sana Qur'onni nozil qildik. İnsanlarga nozil bo'lgan hukmlarni kishilarga bayon qilib berishing uchun. Sening vazifang faqat yetkazish." Buni yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hokim emasligini yuqori deb o'tib ketgan oyatdan tushunib olishga bo'ladi. U bo'lsa-mu Alloh taolaning inil hukmu illa lillah, hukm faqat Alloh xosdir degan so'zdir. Bu oyat isbot va nafi. Ya'ni hukmni Alloh isbotlash. Hukm faqat Alloh xos va Allohdan boshqalar uchun hukm qilish yo'q. Allohdan boshqalarning hukm qilish huquqi yo'q. Bu hukmni Allohdan boshqa har qanday bir kishidan inkor qiladi. Ammo Alloh taolaning inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma baynan nasi bima arakalloh degan so'zi kelsak, ya'ni biz sana Qur'onni nozil qildik, haq bilan nozil qildik, insonlarning o'ttirsida Alloh taolo sana ko'rsatgan bo'yicha hukm qilishing uchun degan bu so'zni kelsak, uning ma'nosi Alloh taolo haqiqatni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'zining ra'yi bo'yicha hukm qilgan deb yuklab qo'yish emas. Balki uning ma'nosi sen Alloh taolaning hukmini insonlarga tatbiqlaysa deganlik bo'ladi. Chunki ilohiy hukm degan am bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hukmning reallikdagi yakka voqeliklarga tatbiqlanishini bayon qilib berdi va uni ijro qilg'izdi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ra'yiga va ijtihodiga muhtoj bo'ladi. Bu tushunchani Alloh taolaning yana bir oyatdagi va anihkum baynahum bima anzalalloh degan so'zi kuchlantirdi. Ya'ni sen ularning o'ttirsida Alloh taolo nozil qilgan Qur'on bilan hukm qilgin. Bu sababdan sunnat shariy dalil bo'ladi. Sunnatning shariy dalil bo'lishi sunnatning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zidan kelib chiqqanligi emas, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi deganligi o'zi o'ttirib qo'yganligi uchun emas, balki sunnatning Alloh taolaning hukmlarini ko'rsatganligi uchun sunnat shariy dalil bo'ladi. Ixtilof qilingan dalillar, ya'ni usuliylarning o'ttirsida shariy hukmning dalillari bo'ladi, bo'lmaydi deb ixtilof qilingan dalillarning bo'lishi, bu dalillar Alloh taoladan boshqa hokimning borlig'ini tushundirmaydi. Masalan, ijmo hujjat bo'ladi deganlikning ma'nosi ummat bir ishqa ijmoga kelgan bo'lsa, bir hukm ijmoga kelgan bo'lsa, uni shariat qildi deganlik bo'lmaydi. Balki uning ma'nosi ummat bir ishqa ijmoga kelgan bo'lsa, bu Alloh taolaning bu mas'aladagi hukmining alomatidir. Ya'ni Alloh taolaning bu mas'aladagi hukmi bo'lsa, bu mas'aladagi ummatning ijmosidir. Shuningdek, sahabiyning so'zi, qiyos, istislah, istihson va uningdan boshqa dalillar
bu dalillar dalil hisoblanadi deb qaraganlarning nazardimi mushundoq bo'ladi. Ya'ni hozir ijmoni misol keltirdik-ku, shuningdek bo'ladi. Va bular ya'ni qavlu sahabiy, qiyos, istislah va istihson va uning boshqa e'tibor ilingan dalillarni hujjat deb qarag'uvchilarning nazarida bular Alloh taolaning hukmining dalillaridir. Bularning o'zi Alloh taolaning hukmini vojib qilguvchi emas. Va yana shuningdek shar'iy ularga itoat qilish vojib bo'lgan har bir amir, har bir buyurg'uchi agar Alloh taolo ularga itoat qilishni buyurgan bo'lsa, ular itoat qilinadi. Ular qarshi chiquvchilar bo'lsa gunohkor bo'ladi. Sababi ularga qarshi chiqish, itoatsizlik qilish Alloh taolaning buyrug'iga qarshi chiqishni ko'rsatadi. Chunki Alloh taolo ularga itoat qilishni buyurgan. Yana mujtahidlar hokim emas. Mujtahid ma'lum bir ijtihodiy masalada bir hukmni istinbot qilib chiqargan bo'lsa, u hokim emas. Mujtahid faqat bu masaladagi Alloh taolaning hukmining mundoq ekanligining o'ziga oshkor bo'lganligini xabar qiluvchidir. Ya'ni bu masaladagi Allohning hukmi menga mundoq oshkor bo'ldi deb boshqalarga xabar qiluvchidir. Ya'ni Alloh taolo mujtahidni o'z ko'nglida kuchli ko'z qarashda haq deb, to'g'ri deb o'ylagan fatvo bo'yicha, o'zi chiqargan mush fatvo bo'yicha amal qilishga, yana shundaqla uningdan fatvo so'ragan kishilarga mushu bo'yicha, mush hukm bo'yicha fatvo berishga va ehtiyoj qarab turib insonlarga bayon qilib berishga buyuruydi. Bu qoidani tushunishdan kelib chiqqan ta'sir. Birinchi, shar'iy ahkomlarni bayon qilayotgan kishi o'zi deyotgan so'zlarda, gaplarda, gap so'zlarida dalil fakt bilan gap qiladigan bo'ladi. Masalan, u agar bu harom, bu halol degan bo'lsa, Alloh taolo harom qildi, halol qildi deb xabar berayotgan bo'ladi. Bu vaqt Alloh taolo shundoq deydi: Alloh taologa yolg'onni to'qish uchun sizlarning tillaringlar yolg'onlardan devagan narsalarni bu halol, bu harom demanglar. Alloh taologa yolg'onni to'qiydiganlar nijotlikka erisholmaydi. Shuning bilan bu uning so'zlarini isbotlaydigan dalil talab qilishga uni undaydi. Agar sahih, to'g'ri dalil topolmasa, so'zlashdan to'xtaydi. Demaydi, ya'ni buning hukmi halol, harom deb fatvo pishmaydi. Faqatla zaruriyat bo'lib qolgan vaqtida. Masalan, u chaqda bu mening o'zimning shaxsiy qarashim, bunda bo'lishni yaxshi ko'raman yoki yomon ko'raman deydi. Uni shariatga nisbat bermaydi. Olimlarning bu vaqtda tutgan yo'li shu. Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. Ammo keyingi faqihshunos olimlarning ko'pinchisi buningdan g'aflatda, buningga diqqat qilmaydi. Ikkinchi ta'sir, biz shuni tushunib olishimiz kerakki, har qanday bir so'z uni degan kishi uni shariatga nisbat bergan bo'lsa, uning so'zlarini isbotlaydigan dalilni keltirmaydi ekan, biz uning mulzam emas, ya'ni uning agishimiz cho'qim talab qilinadigan, agishimiz vojib bo'lgan ish emas. Chunki shariat degan kishilarning so'zlari bilan isbotlanmaydi. Alloh taolo bu vaqt shundoq degan: aytqinki, Rabbim buzuq ishlarni harom qildi deb sanab kelib, yana Alloh taologa sizlar bilmaydigan narsanglarni deyishni Alloh harom qildi. Agar qoil, ya'ni shu shar'iy hukmni deguvchi, ijro qiladigan ijrochi, shar'iy huquqdor kishi bo'lsa, masalan, qozi yoki amir, qo'shin qo'mondoni va shuningga o'xshash bir bo'lsa, muayyan bir voqelikka nisbatan bir ixtilofliq masalada muayyan bir ko'z qarashni tutgan bo'lsa, shu voqelikda uningga itoat qilish farz. Shar'iy bir nasga yoki to'g'ri bo'lgan bir dalilga zid kelmasa, buning dalili Alloh taolo shundoq degan: ey mo'minlar, sizlar Allohga itoat qilinglar, Allohning payg'ambariga itoat qilinglar va sizlarning ichinglardagi ish egillariga itoat qilinglar. Shuning uchun biz uni xato deb qaragan taqdirda ham uning itoat qilishimiz kerak. Bunday vaqtda jamoat tartibini saqlab qolg'ili bo'ladi. Munoqish uchun savol debdi. Bugungi dars mushagichi bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.